Bolaligimda nimada bo'lganman-da, ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensioner bo'lganman. Pensiya olardim. Men jigarim kasal bo'lgan o'sha paytlar, nechinchidir daraja bir narsa, gepatit bir balolar. И вот 3-dekabrmi nogironlar kuni? 3-dekabr bizga hokimiyatdan xabar olgani kelishgan. Men uydaman, taqlatib kelishdi. Kim nogiron dedi. Ama yosh bolaman, men bilmayman uyimizda kim nogiron. Men bilmayman. Kim bor uyingda dedi. Men aytdim, hech kim yo'q. Mirshakar kim dedi. Men aytdim, men san nogiron kel dedi. Men aytdim, вот men впервые o'shanda bildim nogiron ekanman. Bunaqa holatlari juda ko'p. Da, absolutно bestaktni. Keldida qo'limga bir pachka makaron, aniq hozirgacha esimda. Qo'limga bir pachka makaron berdi. Menda gepatit, men makaron yemayman. Men parhezdaman. Qo'limga bir pachka makaron berdi. Yarim kilo go'sht berdi. Menga go'sht mumkin emas. Men go'shtdan yemayman. Nimadir yog' berdi. Yog' berish bizda har doim bo'lgan. Avvaldan bo'lgan ekan. Da. Yog' berdi. Menga yog' ham mumkin emas. Men faqat sariyog' qilingan ovqat yeyman. Bitta mashina berdi. Katta mashina. U mashinani yurg'izish uchun kalitini burish kerak. Menga og'ir ishlatish mumkin emas. O'shani burish ham mumkin emas-da menga. Hammasini qo'limga berdi-da, rasmga olish kerak. Plyonishni apparatga hali. Bu paytlar qiyin edi. Bilmaydi, yaxshi chiqdimi yo'qmi, hokim kuldimi yo'qmi, sразу bilib bo'lmaydi. Qo'limga hamma narsani berganda, mashinani ko'tarib turibman, paketli yerda turibdi. Yo'q,